Zaryadka qiladigan joyi bu yoqda bo'ladi, knopkasi mana qiladi, to'pga tiqiladi. Hop. O'zi apparati basharasidan yechiladigan bo'ladi. Mana yechildi. Tepasida filtri bor. Filtrni falafaladan olish kerak bo'ladi. Bu yengil holatda olib tashlab turib qo'yiladi. Qaringizni olmaymiz, qo'yildi. Keyin bu yoqda uni suvni obyomi, suvni mana shaqasi to'ldiradi maksimal. Suv to'ldirilgan bo'ladi. Suv ham bu yerdan bundoq olinadi, suv mashaq quyiladi. Mana o'rtaga qo'yib olsa bo'ladi. Suv quyilganda suv ko'tarilib mashaqacha keladi. Bo'ldi, bu degani apparat ishlashga tayyor. Olib qo'yiladi. Hozir bosib tiqildi, mana tepasidan ko'rsat. Bosildi. Podsetkalari ishlayapti. Birinchi podsetka qancha bossiz yorug' bo'ladi. Qaysi rang kerak bo'lsa to'g'rilaverasiz. Hozir A turibdi, avtomatik rejimda turibdi. Buni bossangiz, mana nashnoy rejim. Bossangiz maksimallik o'tdi. Mana ikkinchi maksimallik o'tdi, ishlayapti, ishga tushyapti. Ovoz chiqyapti. Xohlasalar avto rejimga qo'yib qo'ysalar bo'ladi. Kunduz kuni xohlasalar kech payt nashnoy rejimga qo'yib qo'ysa bo'ladi. Bu yerda ko'rsatadi. Mana hozir aytayaptiki, suv solganda suv qolmadi deyapti. Wi-Fi ga ulagan deyapti. Mana suv solganda Wi-Fi ga ulagan deyapti. Hop, podsetkasini bosib to'g'rilasalar bo'ladi mana. Podsetkasi o'zgaryapti. O'chirib qo'ysangiz ham bo'ladi, kech payt ko'zga tushadigan bo'lsa. Bo'ldi, anaqa qiyin joyi yo'q.